Hi guys, salom yaxshilar. Radomda yurgan paytimda ko'plab ayollar bilan tanishganman va o'zimizni kakaodan gruppa ochgan edik. U yerda tez-tez gaplashib turamiz. U bu narsa kerak bo'lsa yoki bu narsa so'rash, maslahat bo'lsa, men ulardan ko'p so'rayman, chunki menga qaraganda yoshlari juda ham katta, kamida 10 yosh katta. Почти hammalarini. Bugun esa opalar bilan ko'rishgani bordim. Shunaqa ko'pgina ovqatlar zakaz qildik, chunki shu paytgacha bular dietada o'tirishgan ekan, ko'p yeyishmagan ekan. Shuning uchun bugun maza qilib yeylaydi. Bunisidan qilib ko'p, почти 100 minglik ovqat zakaz qildik. Bu shirin qizcha esa meni bolamni juda ham yoqtirib qoldi shekilli. Borib o'puradi, quchoqlaveradi. Bechara bolam qo'rqib qochib ketaveradi. Bolam yoniga borib olaveradi, o'ynaymiz deb. Uylari esa shunaqa 8-etajda ekan, juda ham chiroyli. Uylarida o'zi ham yo'q narsani o'zi yo'q. Bu esa gostinitsada, mehmonxonada bolalar maydonchasini yasatib qo'yishibdi. Bu esa egizaklarning bittasi, qiz bolasi. Juda ham shirin ekan. Bolam bilan birga o'ynamoqchi bo'ldi. Bolam ham juda ham yaxshi ko'rdi shu qizchani. Ikkalasi birga maza qilib, ko'p vaqt birga o'ynashdi. Bu shirin qizchani akasi ham bor, egizak akasi esa uncha qo'shilmadi, uncha o'ynamadi, o'zi o'ynashni yaxshi ko'rar ekan. Mehmonxona esa oshxona bilan birga ulangan ekan. Koreyada ko'p uylarda shunaqa mehmonxona, oshxona bilan ulangan bo'ladi. Bu egizaklarning onasi esa o'tgan bitta juda ham qattiq kasallikka uchraganlar, rak kasalligiga, ko'krak rak kasalligiga uchrab, operatsiyadan o'tib, hozirgacha davolanib kelishadi. Shuning uchun sochlari hammasi to'kilib ketgan. Shunga qaniydi sochim bo'lganda bolalarim maza qilib o'ynashar edi. O'zi yosh bolalar soch o'ynashni yaxshi ko'radi-ku, shuning uchun rosa shu gapni aytishdi. Rostdan ham qizlarini, o'g'illarini ko'targanimda sochim o'ynadi rosa ham. Soch o'ynashni yaxshi ko'rishar ekan. Shuni u opa ko'rib juda ham qanaqadir siqilgandek bo'lishdi. Shuning uchun sekingina sochimni yig'ishtirib tashladim. Lekin bolachalari juda ham shirin, meni rosa yaxshi ko'rishdi. Bu sariq kiyimdagi bolacha esa juda ham sho'x ekan. Bu qizcha indamay o'tirganda borib kallasiga o'yinchoq bilan urib yig'latib qo'ydi. Bu yerda esa bolam drama qilyaptilar. Juda ham rashkchi, boshqa bolani ko'tarib olsam, shunaqa rashkchilik anaqasi bor. Yig'laydi bo'kirib yoki bu joyga ketsam meni qidirib yig'laydi. Bu yerga esa bolachalarni shu yerga o'tirg'izib rasm olmoqchi bo'ldik. Chunki boshqa joyga o'tirsak, hammasi tarqab boshqa joyga ketib qolishadi. Shu narsani ichiga o'tirg'izib chiroyli rasmlarga oldik. Endi esa bemalol maza qilib bir-biri bilan tanishib olgandan keyin shunaqa qilib yig'ilishib, o'ynashyapti. Meni bolam esa qachon uyga ketarkinmiz, meni onajonim qachon uyga olib ketarkin deb ko'chani tomosha qilib o'tiribdi. Menimcha ko'chani manzarasi yoqdi shekilli bolamga, juda ham chiroyli ekan rostdan ham. Bu esa egizaklarning o'g'il bolasi. Lekin bolachalar bir-birini qilig'ini rosa qaytarishar ekan. Meni bolam uncha yurishga harakat qilmaydi o'zi asli, lekin bolachalarning yurganini ko'rib, bolam ham yurgisi kelib, turib olib, rosa harakat qildi. Oldin qilmagan qiliqlarini ham qilishga harakat qildi. Bu kichkina shirin qizcha juda ham meni yoqtirdi, yonimga kelib ko'tar deyoradi. Shunga onasi aytdi, "Seni men tuqqanmanmi yoki nari xoling tuqqanmi?" deb rosa kulishdik. Shunaqa shirindan shirin bolachalar hammasini уже tishi chiqqan. 8-9tacha tishi chiqqan, lekin meni bolamni hali endi 2ta tish chiqyapti. Bularni hozirdan tishini yuvdirishar ekan. Bir kunda 3 mahal yuvarkan, 3 mahal ovqatdan keyin postoyanni tishlarini yuvishar ekan. Men esa bolamni hali tishini yuvishini boshlamadim, lekin sen ham tishingni yuvgin deb turib menga maslahat berishdi. Shuning uchun biz ham tish yuvishni boshlamoqchimiz. Bolangizni necha yoshidan tish yuvdirishni boshlaganingizni iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Har quyosh botganda shunaqa chiroyli bo'lib qolar ekan manzarasi, особенно qor yoqqanda juda ham chiroyli deb aytishdi uyning egasi.
Kстати, bu uyda 3 ta it bilan 2 ta bola boqishar ekan. Shu bilan uyga ketdik.